Assalamu alaikum hurmatly YouTube ko'ruvchilar. Bugun 4-iyun 2021 yil Prigorodniy mol bozorindamiz. Do'stlar, video yoqsa like bosib, so'rovlaringizni kommentariyada qoldirsangizlar bo'ladi. Oldin ala kechirim so'rayman. Videoda qatnashib kamchiliklari bo'lsa. Biz uylar yoqdan boshladik mı? Qancha so'raysiz? Xunayingiz o'xshaydi? 75. Qanday paroda bu? Paroda обычный. Короче, sarıya 75 ming so'm. Bo'z bu? Sütü var mı? Yo'q. Qanchalik bo'z? 2 oylik bo'z. 2 oylik bo'z deydi aka. Qancha sütü var? 8 litr. 8 litr sütü var ekan. Shunday olgan. Qancha o'tin bo'lishi bu? 70. Anan tushmaydi. 60. 70'e veririz. Жақсы. Şunday olғаны 70'e verin. Buna ki. Muzoğluyu mu? Qancha sırada? 110. 110 ming so'm. Qanchani tug'ani? 3'tü tut. 3'tü tug'ib turibmi? Muzoğlu 110 ming ha? Zoz Galstina. Galstin o'zi qaysi paroda? O'zi Qirg'iziloy. Qirg'iziloy. Qancha sütü var? 15 litr. Bo'z emasmi? Qozonga salak 2,5 million oldu. 2,5 ay. Neizvesni ekandan da. Bunday olgan. Qancha oladi bo'lish? 100 bo'ladi. 8, 105 ga bermaydi. Ha 105 berdi ya. Berib o'tadi. Tegirini o'tadi qo'y. Chekkin. Nimaga? Shu muzo'mi? 110. Muzo'mi bilan. Muzo'si bilan. Yaxshi. 15. 0508 shu neyse. 86, 87. 86, 87, 86. 86. Şu numaraya çalsanızlar olur. 0508, 86, 87, 86. Buna. Şu neyiz? Qaqda turasiz? To'qmoq. Siz qancha so'radasiz? 35 so'radim. Muzo'mi bilan. Qanchani to'di u? Birinchisi. Qancha sütü var ekan endi? 7 litr sütü var değil mi? 75 ming muzo'mi bilan. Tamam, mal bak. Qancha so'radasiz? Sizga emasmi? Yo'q. Assalomu alaykum. Qancha so'radasiz? 105. 105 ming. Qachon? Qancha oylik bo'ladi? 10 kun o'tdi. 10 kun. 105 qanchani tug'di bular? 4 ta tug'ani. Alato. 4 ta tug'an. Shundagi shu istaytmi? 10 kunda tug'di. Yaxshi. Qancha bo'ladi ham bo'lishi? Bo'lsin, bo'lganlar bas. 100 ga da olmaydi. 100 ga bo'ladi. Bo'lgan iltegen cho'ng uyda. Qayerda turadi bu ham? To'qmoq. Telefon nomeri aytasizmi? 0705 0705 70 75. Şu nomerga çalsanızlar bo'ladi-mi? Uyda olasizlar 10 kunda to'ydi. Sağ içerisinde. Yaxshi. Qancha bu qunajinda? 75'ten. Yaxshi, mana bo'z ekan a? Bo'z. Siz qancha so'radasiz? 50 ming. Bo'ldi bo'z. Yurmay yuzi yo'q ekan a? Shunday olgani 50 ming deydi. Mana bo'z uy. Bugun erta to'yda buna. Qancha so'radasiz? 100 ming so'm. 70 qanchani to'di bu? 3 ta tug'anda. 3 ta tug'an. Sütü neizvesni? 18 ga garantiya. 18 ga garantiya. Garantiya. Uyda adresini aytamiz. Qachon to'ydi shunda bu? 2 jumadan keyin to'ydi. 2 juma.
Boluş qancha oladi endi? 95 ga berem. 95 ga? Ana xazayim geldi. Internet ishlab qo'y. Narx qo'ylarni so'rab qo'ying meniki. Hozir. Bu 15. Qancha oladi şef bular endi? Boluş qancha oladi? 95 ga berem. 95 ha? Yaxshi. Qancha 95 dedingiz ha? Telefon nomerini aytasizmi, aytmaysiz? Aytam, nega aytam? Aytыңыз. Qayerda turadi bu? Nimada turadi? Oktyabr. Oktyabrda. Telefon nomeringizni aytыңызmi? 0770 0702 0702 55 27 94. 55 27 94. Şu nomerga chalsangizdar bo'ladimi? Shu bo'g'oz uy. Yaxshi. Qanchadan bu? Qonajimmi deyman? Bular 1-tut, 3-tut. Birinchi tut, narxlari 3-chi. Bular qayerdan? Mesli. Qanchadan so'radi? Bular 95 dan so'radi. 95. Mal tushib ketdi ayolimiz. Bahası düştü ha. Bu qancha süt var bunada? 12 litr süt var. 12 litr süt var deydi. 95. Tushib beramiz daha. Yaxshimi? 12 litr. Ha, buni so'rachi. Ekontang birday bor. Bu qanchani tug'ani? 3 ta tug'ani. Ha, bunisichi? 134 esi boshqa. Esi boshqa yo'q o'zinik ha? Связь tezlere de. Yaxshi. Ne degan paroda? Galstin 85 dan dele beramiz. Galstin 85 dan dele beramiz deydi. Telefon nomerini aytsan. Mana shunday olgan. 0700 0700 31 31 95 96. 95 96. Yaxshi. Shu nomerga chalsangizlar bo'ladi. Sarıy sizniki? Qancha turasiz? 130. Nereden paroda bu? Siz emasmi? 95. 130 ming so'm. Senin tam. Na Muzoğlu 115 ming so'm deydi. Vah, Qunajin kimniki? Sizga emas. Iyisi yo'q. Bunda. Qoroy kimniki ekan bu? Qancha so'radi? 90. Muzoğlu Muzo erkek 2 kun bo'lib qolgan. 2 kun bo'lib tug'an. Bular qancha bo'ldi? Qancha süt var? Belgiston 2 kun bo'ldi. Qancha mesela so'rab beradi. Qancha? Qanchani tug'di shunda? 5 ta. 90 ming so'm deydi. Sütü belgisiz 5 ta tug'ibdir. Takıl soda oldu. Bu kimdiki bu? Qancha so'ratasiz? 120 ming so'm. Qancha süt var mı? 22 litr. Qanchani tug'an? 4 tut. 22 litr süt var, 4 ta tug'ibdir. 120 ming. Bo'lishi qancha oladi? O'ltirib ko'rdi. 100. Elinleri. O'ltirbay qo'ydingizda. Ne Alatovu? Alatov paradasında uy. 22 litr sütü var. Tak. Bu bağısı 130. Qancha sütü var? Qanchani tug'di? 22 litr sütü var. Ekinsini tug'di. Ne degan paroda? Galstinda. Galstin. 130 ming. Şu ikincisini tug'dir. 22 litr dedingizmi? Qancha bo'ladi endi bo'lish? İçine tushib beraman. Qancha? 110. Yo'q, 100 emas. Ha. 22 ga berib berdim. 122 ga berib edingiz. Galstinka parodami. Shunday bo'lgani tushib beraman deydi. Qarangizlar, az nomerini aytaman, telefon nomerini. Mana ikkinchi uyimiz ha. Bu birinchi tut. Bu ne degan paroda? Birinchi tut. Qancha sütü var? 14 litr. Sütü var ekan. Öyle sizniki? Qaysi?
6-sını tuğdu deydi mına oy. 25 litr. Şunday olgan jeline. Qarаңыздар. Bu qancha so'radasiz bu? Bu qancha? Окончательно 100 bu. Bu Amerikanka dedingizmi? Parodasin? Yo'q, masnala. Mesneler. Bulcha. Bu da mesne. Bu qancha? Sütü. Sütü qancha? 15. 15. Bu qancha bo'ladi? Bu boluş 90. Bo'luşu 90 deydimi? 770. 0770 15 40 56. Ular qayerda turadi? Kanzavatda. Yaxshi. Shu nomerga chaqsangizdar o'tna 1 2 arqa 2 uy. O'sha neys. Ha boshqa ekan. Qancha bu? 170 ha? Qancha süt var? Tuğanına 5 gün oldu abi 22 bak. Tuğanına 5 gün oldu. 25 deysizmi? 22. 22. Qanchani tuğdu shunda? 3-üncüsü. Neden parada? Galıştin net 3-üncüsünü tuttur. 22 litre sütü var. Şunday olgan. Oy. 170 bin so'm. Sıra. Oğuz qancha o'tayapti? Tushundingizmi? Ya. 160 ha. Uyda bormi yo'qmi da? Motorda var şuna. Satıla turgan. Telefon nomeri aytadimi? Ya. 0703 34 69 olmuş. 34 69 10. Qaqda turasiz? Ya. Kemin degan. Shu nomerga chalsangizlar bo'ladimi? Kimniki bu? Ama o kimniki? Qancha so'radasiz? 160. Qanchani tug'gan bu ham? 3'tü tutup nereye para? Kavuştun. Qancha sütü var? 35 litre süt var ekan mi? Kavuştun paradasında bu. Şunday olgan. O qarada sizniki? Qancha so'radasiz bu? 140. 140, 160. Jelini tartib qo'ying. Ağladı. Sağ ol gelmene. Düşünmedim. Yaxşı. Bu qancha so'radasiz? 100. 100. Buzosi meni qancha sütü var mı? 12-13 litre. 12-13 litre sütü var deyapman. Jelini qarangizlar. Birinchi tut bu ikinci tut ekan 100 ming so'm. Mana. Qancha so'radasiz? 85. O'zi meni, ha? Uzosi meni. 85 ming so'm. Birinci tuğ şu. Birinchi tut. Bunday olmaymi? 85 ming so'm. Tak. O'ylar joqdan aralab tartib ketaveraylik videoga. Aldınız sattasız. Qancha so'radasiz? 115 ming so'm. Qancha süt var ekan bunda? Qanchalik bo'g'az? 5-10 kundan ichida to'yt deydi. Shunday olgani. Davullarınız var mı? Nerede? Telefon numara aytыңыз anda. Telefon numara. 770 Oşkan aytam 702 0702 30125. 30125. Şol nomerga çalsаңыздар болады. Мына. Алла yo'la. Жақсы, мына қонайын.
Kimdiki ekan bu? Bana estettik. Qancha so'radasiz? Bu 120. Bulcha. Songa berilgan. Al oyunlar. Olasiz. Qaysi kanal bu? Bu 120. Bozor alami degan muzo meni ha? 120 ming. 110ga bermedingiz o'shunda. Shunday olgan jelini. Qancha sütü var? Ondan aşık. Shunday olgan uy. Yaxshi. Qancha? Pöstür uylar var. 130'dan sonra atası. Cennet Pöstri. 130'dan. Qancha süt var burada? 20 litre süt var. 20 litre. Qanchani to'di? 3-cü tuğdu. Bolar qancha bo'ladi? 125 bolar. 125. Bularni boshqa joqdan olib keldingiz. Jo, bu Qunajın vaqtında kelgan Qirg'izistonga. Yoqda 3-cü tuğdu, bu joqda Bishkekda tuğdu Qirg'izistonda. Qirg'izistonda 3-cü tuğdu. Bularni nega sotib o'tasiz? Qanday? Mal satı oşanda işte. Mal çarba var. Bu boğaz ekan ha? Bu boğaz. Qancha so'radasiz bu? 130 dolar. Bular 130 ming kichkina ekan bulcha. 125. Sağını. Sağını. Qancha sütü var? 10 litre süt var. 10 litre sütü var deydi. 125. Siz az so'rab o'tasiz, tushib berasiz da turib. Buna boğalarda 130'dan boğaz. 6 ay 7 aylıkta. 6 ay 7 aylık boğaz. Buna Qunajınmı deymi? 3-cü tuğdu bunda da. Ha, bu da 3-cü tuğdu. Bunda da 3-cü tuğdu. Yaxşı. Telefon nomeri sıraz aytыңыз. 0709 42 46 82. 42 46 82. Şunday uylarına. Buna Qunajın kimdiki ekan? Bozor bütті bo'ladimi? Yaxshi bejo, qancha bu? Ya. Sizniki emas. Qancha? 120 srotda. 120. Ne degan paroda oldu ekan bu? Şvits. Boz bu sütü var mı? Boz 7 aylık boz. Sütü var hazır 10 litre. 10 litre sütü var deydi. 7 aylık boz. Qanchani to'di bu ham? İkincisi hoş geldin. İkincisi deydi. 110. Bu da yakın ha? Birdi. 10 litre sütü var. Ne kaç? Muz olsun benim 150. 4'te toğan mı? 5. Altını derece. İsküstünde, içi de daha isküstünde. 1 aylık. 1 aylık. Qancha süt var bunun? Hazır 15 veredi. Cevi 15. Hazır 15 veredi dedi cevi. Şunday olgan oy. Köpte turadi. Kökke çıqqanda. Şvitsko deyim lan. Bilmem isküstünde de 3 aylık. Короче, искусственный. Жақсы. Қақта тұрады бұл үйлер? Kayn zavod. Кайын завод. Телефон номер айтасың? 703 0703 09 09 82 03. 82 03. Бұл номерге çalsаңыздар болады. Лимузин бар ода. Ортада ғой? Лимузин. 15 береді, hazır 10 береді. Тоже чисто от чисто. Жақсы. Достар, қарап көріңіздер. Видео жақса лайк басып, сұрауларыңызды комментарийде қалдырсаңыздар болады. Видеода кемшілік қатарлар болса алдын ала кешірім сұраймын. Каналға қатталғанын ұмытпаңыздар. Видеоны аяқтаймын, үйлер жақта. Көрішкенше аман тұрыңыздар.